Assalomu alaykum obunachilar, biz kuzatib boradigan guruhimiz a'zolari. Bugungi videolarimizda 7 ot kuchli motobloklarimiz haqida to'liq obzorlarni qilib, ma'lumotlari bilan yoritib, narx-navolari bilan to'liq obzorlarni qilib beramiz. Hoziroq bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga hozir aytiladigan narxlardan chegirmalarni qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda joylashgan agrotexnikalar do'koni. Birinchi o'rinda ko'rib turgan 7 ot kuchli motobloklarning Skline firmasiga tegishli akilar benzin baki 5 litrli vozdix, 2 tali vozdix hamda o'zida mas'ul datchiklari bor original variantidan bo'ladi. Ko'rib turgan motobloklarga 1 yildan garantiyalari bilan beramiz. Birinchi o'rinda vozdixlariga o'tamiz. Vozdixlari akalar maslinli vozdixdan yarim qilib avtol quyib ishlatadigan bo'lsangiz, sizlarga juda ham uzoq xizmat qilib beradi. Unga avtol quyib beradigan bo'lsangiz, tashqaridan kirgan chang mashitda qoladi akalar. O'sha hisobiga motoriga chang o'tmaydi. Xo'p. Motorlari mana ko'rishingiz mumkin. 170 motordan 7 ot kuchli. Hop, bitta to'ldirib olsangiz 7 soat, 8 soat bemalol ishlatsanglar ham bo'laveradi akalar. Balonlari 400 ga 8 balondan, korovkalari katta, uslunli korovkadan bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. O'zida skorslari bor, oldiga ikkita, orqaga bitta skorslari komplekt holatda chiqadi. Rollarini tepaga pastga qilib legirovka qilib ishlatishingiz mumkin. Orqa tomonda qishloq xo'jaliklari bor. Bu qishloq xo'jaliklariga karcher, suv nasos, dori apparatlar bemalol qo'yib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Korovkalar katta korovkadan. Bu 7 ot kuchli motoblogimiz 1 yildan garantiyali variantini 4 million 200 ming so'mdan do'konimizdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Komplektda frezalarini kulishna bo'lgan komplekt qilib qo'shib beramiz. Korovkalar uslunli katta korovkadan. Endi ukamizga arzonrog'i ham bo'laveradi degan akalarimizga motorlari buniki ham 170, benzin baki, korovkasi reduktor ozgina kichikroq holatda chiqadi bularimiz. Kentavr firmasiga tegishli, ko'rishingiz mumkin. Hajmi ham unga nisbatan ozgina kichikroq holatda bo'ladi. Vozdix buniki ham maslinli vozdixdan ruchnoy tortuv o'zilinadi akalar. Skor, gaz, hamma funksiyalari o'ziga qo'yilgan. Narxi 3 million 500 ming so'mdan do'konimizdan kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Oborotiga qarab, holatiga qarab narxlari o'zgaraveradi. Bizda 2 million 800 ming so'mga ham motobloklarimiz bor, oboroti pastroq variantda bo'ladi. Shu birinchi o'rinda ko'rsatib o'tgan motoblogimiz mana ko'rishingiz mumkin, hajm jihatdan ham, quvvat jihatdan ham bularga nisbatan anchagina baland holatda chiqadi. Endi ukam bizning yoshim katta, ruchnoy tortuv turg'izolmayman, statorligidan bo'lsin degan akalarimizga statorli variantlari ham do'konimizda bor. O'zida oldi tomonda faralari qo'yilgan, chiroyli qilib ishlangan. Undan tashqari o'zida stator, akkumulyatorlari, geliva akkumulyatordan uncha-munchaga zaryad bo'lib qolmaydi. Oldiga ikkita, orqaga bitta skorslari o'ziga qo'yilgan, gazlari, hamma funksiyalari o'ziga qo'yilgan holatda bo'ladi. Baloni 400 ga 10 balondan, katta balondan bo'ladi, reduktorlari ham kattasidan. Sifati xudo xolasa juda ham zo'r qilib ishlangan. Narxi 5 million 200 ming so'mdan do'konimizdan kelib bemalol xarid qilib ketishingiz mumkin. Do'konimiz Marg'ilonda, Marg'ilon hokimiyati to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Kimga shunaqangi motobloklar yokida yer haydash uskunalari, beton mishalkal, drabilkalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bog'lanib kelib xarid qilishingiz mumkin. Chiroyli narxlarda qilib beramiz.